9 plus liniyasi qizlar. Ichimda 3 ta produkti bor. Shu 3 tasi haqida sizlarga gapirib beraman. Birinchisi toner, ko'z atrofiga retinol kremi va essensiyasi. Essensiya nima desanglar, toner quyi varianti, kremi suyuq varianti. Xullas shunaqa oq produkt bo'ladi. Bu lifting effekt berishga, yuzdagi ajinlarga, osilishlarga zo'r ishlab beradi, namlantirib beradi, terini yoshartirishga ishlaydi. Imенно bunisi keyin buni tarkibida qizlar 50 xil peptidlar bor va anaqasi bor, yoshartirishga ajinga zo'r ishlaydi tarkibida. Bu ko'z atrofi uchun retinol ham o'sha retinol ham 50 xil peptidi bor bo'lgan, ko'z atrofidagi ajinlarga ishlaydigan retinol kremi. Qizlar, retinoldan qo'rqmasanglar shuni olib ko'rsanglar bo'ladi. Atak zo'r narsa, ajinlarga, ko'z atrofidagi ajinlarga zo'r ishlaydi. 2-3 marta ishlatganingizda rezultatini sezasizlar, chunki bu retinol. Lekin homilador emizikligiga maslahat bermayman retinolni va kunduz kuni kuchli SPF bilan birga ishlatishingiz kerak bo'ladi, lekin ajinga zo'r ishlaydi. Bu bo'lsa 9 plus toneri, 50 xil peptidi bor. Bunda ham pederinli, teri baryeri buzilgan, ta'sirchan, qizaruvchan, xiralashgan, quruq yuzlarga ham zo'r tushib beradigan toneri. Qizlar, bu mana shunaqa suyuq teksturada bo'ladi. Grammi qoltigina 150 mg bo'lishi kerak. 150 mg. Xullas original koreyskiy produkt uchalasi ham. Men bunisi ko'proq qizlar ta'sirchan, qizarish dahshat tushadi yuzlarga. Chunki bu unaqa deydi, pederin deydi, o'shaning uchun. Men bunisi osilgan, ajinli yuzlarga vashilib tushadi. Xohlasanglar buni uchalasini nab o'qib ishlatsanglar ham bir-biri bilan tushadi. Birinchi toner essensiyasini surasizlar, keyin ko'z kremini suraverasizlar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu narsani ham ertalab kechqurun ishlatsanglar bo'ladi. Buni ham ertalab kechqurun ishlatsanglar bo'ladi. Buni faqat kechqurun ishlatasizlar. Ko'z kremi. Chunki retinolda ehtiyot bo'lish kerak, lekin effekti zo'r. To'g'ri ishlatsanglar retinol zo'r narsa. Xullas, uchalasidan ham do'konda ichimizda bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz berish uchun opsiyaga telefon nomer qoldirib qo'yamiz. Telegramdan yozib zakaz berasizlar.